Davlatimiz rahbari bugun shuningdek futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari, murabbiylar shtabi, soha faxriylari va sport jamoatchiligi vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Yurtdoshlarimizning futbolga bo'lgan beqiyos mehrini hech qanday mezon bilan o'lchab bo'lmaydi. Bejiz uni millionlar qalbini zabt etgan o'yin deb atashmaydi. Shu bois mamlakatimizda sportni ommalashtirish va sog'lom turmush tarzini qaror toptirish yo'lida futbolga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Boisi bu sport nafaqat millionlarni birlashtiradigan kuch, balki yosh avlodni matonat, iroda va g'alabaga intilish ruhida tarbiyalaydigan hayot maktabidir. So'nggi 10 yillik mamlakatimizda milliy futbol tarixining eng shonli va unutilmas davri sifatida sahifalarga muhrlandi. Bu yuksalish ortida esa ulkan mehnat, qat'iy siyosiy iroda va futbolga bo'lgan yuksak e'tibor mujassam. Ayniqsa, davlatimiz rahbarining sportchilarga, xususan futbolchilarga ko'rsatayotgan doimiy g'amxo'rligi va qo'llab-quvvatlashi milliy futbolimizni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi. Bir paytlar orzu bo'lib tuyulgan yuksak natijalar bugun real voqelikka aylandi. Davlatimiz rahbarining tashabbus va sa'y-harakatlari tufayli O'zbekiston jahon hamjamiyatiga o'zining mustahkam irodasi, intilishi va g'alabaga bo'lgan ishonchi bilan yana bir bor namoyon bo'ldi. Xo'sh, nima uchun o'zbek futboli uzoq yillar muxlislar qalbida faxr timsoliga aylana olmadi? Buning asosiy sababi sohaga yetarli darajada e'tibor qaratilmaganida edi. Futbol yillar davomida eski qarashlar asosida boshqarib kelindi. Oqibatda sohada korrupsiya illati chuqur ildiz otdi. Infratuzilma, maydonlar qarovsiz ahvolga keldi. Murabbiylar faoliyati ham bugungi kun talablariga mutlaqo javob bermasdi. Bu bo'rttirilgan yoki o'ylab topilgan fikrlar emas, balki 2016-yilgacha bo'lgan o'zbek futboli hayotining achchiq haqiqati aslida. Albatta futbol katta investitsiya, uzoqni ko'ra bilish va qat'iy siyosiy irodani talab etadigan tizim hisoblanadi. O'sha davrdagi oqsoq iqtisodiyot sharoitida esa futbolning kelajagi haqida ishonch bilan gapirish mushkul edi. Mamlakatimizda futbolga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirgan yangi davr aynan 2016-yildan boshlandi. Shu vaqtdan e'tiboran sport, xususan futbolda misli ko'rilmagan islohotlar amalga oshirildi. Bu keng qamrovli va tarixiy o'zgarishlar tashabbuskori shubhasiz mamlakatimiz yetakchisi Shavkat Mirziyoyevdir. Davlatimiz rahbari tizimni korrupsiyadan tozalash, adolat va shaffoflik tamoyillarini qaror toptirish orqali haqiqiy iste'dod sohiblari uchun keng yo'l ochib berdi. Iqtidor va salohiyatga ega har bir yosh uchun o'z orzusidagi imkoniyatlar yaratildi. Xususan 2018-yil 16-mart kuni mamlakatimiz yetakchisi tomonidan futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror imzolanib, unga muvofiq 2018-2022-yillarda O'zbekiston Respublikasida futbolni yanada rivojlantirish dasturi tasdiqlandi. 2019-yil 4-dekabr kuni esa O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. 2023-yil 8-aprel kuni milliy futbolning huquqiy asoslarini yanada mustahkamlagan va uni yangi bosqichga olib chiqqan navbatdagi muhim hujjat qabul qilindi. Natijada bugungi kunda mamlakatimizda yosh sportchilarni saralash va tarbiyalashning shaffof hamda uzluksiz tizimi shakllantirildi. Sportchining maydondagi o'rni moliyaviy imkoniyat bilan emas, balki iqtidor, mehnat, mahorat va haqiqiy salohiyat bilan belgilanadigan bo'ldi. Endi kuchlilar safidan joy olish uchun faqat poytaxtda yashash yoki markaziy akademiyalarda tahsil olish ham shart emas. Amalga oshirilgan o'zgarishlar natijasida respublikamizning eng chekka hududlaridan ham yangi avlod futbolchilari yetishib chiqmoqda. Ayniqsa yurtimizning 14 ta hududida bolalar va o'smirlar futbol akademiyalarining tashkil etilgani, klublar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, terma jamoalar uchun zamonaviy o'quv mashg'ulot tizimini joriy etish borasida amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlar milliy futbol taraqqiyotida yangi davrni boshlab berdi. 2018-yilda O'zbekiston U23 terma jamoasi Xitoyda barcha raqiblardan ustun kelib, o'z tarixida ilk bor Osiyo chempionligini qo'lga kiritdi. 2023-yilda Toshkentda bo'lib o'tgan U20 Osiyo Kubogi final uchrashuvida ham O'zbekiston terma jamoasi chempion bo'ldi. O'zbekistonda FIFA va OFK homiyligida turnirlar o'tkazila boshlandi. 2024-yilda 23 yoshgacha bo'lgan terma jamoamiz mamlakat tarixida ilk bor yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etdi.
O'tgan yili aprel oyida Saudiya Arabistonida 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilarimiz Osiyo Kubogini qo'lga kiritib, Jahon chempionati yo'llanmasi sohibiga aylanishdi. Bundan tashqari 2025-yil milliy sportimiz tarixida yana bir unutilmas voqea bilan yodda qoldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga yo'l oldi. Kimdir buni tarixiy orzuning ro'yobi deb baholaydi. Kimdir esa uzoq yillik mehnat va intilishlar samarasi sifatida qabul qiladi. Yana kimdir buni bir necha avlodlar niyat qilgan ulkan natija deya e'tirof etadi. Albatta, har kimning bu borada o'z qarashi bor. Ammo bir haqiqat barchaga ayon. Futbolchilarimizning Jahon chempionatida ishtirok etishi mamlakatimizda futbol sohasida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar, davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan strategik qarorlar va ushbu sport turiga qaratilayotgan yuksak e'tiborning amaliy natijasidir. Shuningdek, mamlakatimiz yetakchisi futbolchilar bilan doimiy muloqotda bo'ladi. Shu bois ham bu borada mahallalardagi sharoitlardan tortib, milliy futbol kelajagiga oid ulkan reja va ezgu maqsadlargacha barchasida davlatimiz rahbarining alohida e'tibori va g'amxo'rligi yaqqol namoyon bo'ladi. Bu e'tibor nafaqat futbolni rivojlantirish, balki yosh avlodning orzu va intilishlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. Ta'kidlash lozim, mundialga olib borgan yo'l ham oson kechmadi. Bu yo'lda milliy terma jamoamiz katta sinovlar, shiddatli bahslarga duch keldi. Biroq futbolchilarimiz har bir uchrashuvda matonat, mustahkam irodani namoyon etib, xalqimiz ishonchini oqladi. Terma jamoamiz muddatidan avval dunyoning eng nufuzli musobaqasi Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi va bu g'alaba mamlakatimiz sport tarixiga oltin harflar bilan muhrlandi. O'sha paytning o'zida mamlakatimiz yetakchisi Shavkat Mirziyoyev milliy terma jamoamiz bilan telefon orqali muloqot qilib, tarixiy natija bilan shaxsan tabriklab, futbolchilar va murabbiylarga samimiy tilaklarini bildirdi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari tomonidan futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari va murabbiylardan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonning imzolanishi milliy futbolimizga bo'lgan alohida e'tiborning yana bir yorqin ifodasiga aylandi. 2025-yil 11-iyun kuni mamlakatimiz yetakchisi Shavkat Mirziyoyev Bunyodkor stadioniga tashrif buyurib, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinini tomosha qildi. Va bu bahs ramziy ahamiyat kasb etdi. Zero O'zbekiston jamoasi Jahon chempionati yo'llanmasini muddatidan avval qo'lga kiritgandi. Jahon chempionatining boshlanishiga ham sanoqli haftalar qoldi. 2026-yilgi Jahon chempionati 11-iyundan 19-iyulgacha AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadi. 48 ta jamoa 12 ta guruhga bo'linib bahs olib boradi. Futbol sevar xalqimiz esa mamlakat iftixori bo'lgan futbolchilarimizdan bu musobaqada ham yaxshi natijalar kutmoqda. Bugun davlatimiz rahbari futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari, murabbiylar shtabi, soha faxriylari va sport jamoatchiligi vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Mamlakatimiz yetakchisi terma jamoaning AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida o'tadigan Jahon chempionatiga yo'llanma olgani xalqimiz uchun tarixiy voqea bo'lganini ta'kidlab, chempionat oldidan barchani samimiy qutladi. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari, terma jamoa a'zolari, qadrli ustoz va murabbiylar. Futbolimiz faxriylarini ham ko'rib turibman. Albatta, bamaslahat ish qilganimiz uchun shu kunlarga yetdik. Avvalambor mana shu faxriylarga alangali salom, iloyim baxtimizga sog'-omon bo'linglar. Barchangizni katta futbol bayrami AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida Jahon chempionati oldidan sog'-omon, yaxshi kayfiyatda ko'rib turibman. Biz bu kunlarni xalqimiz bilan, futbol ishqibozlari bilan 34 yil kutdik. Shu ma'noda futbolchilarimizning O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochgan zamonamiz qahramonlari desak arziydi. Chunki ular har bir o'yinga yuqori tayyorgarlik ko'rib, yuksak mas'uliyat, vatanparvarlik ruhi bilan faqat g'alaba uchun maydonga tushdi. Xalqimizga olam quvonch bag'ishladilar. To'g'risini aytsam, mundial yo'llanmasi qo'lga kiritilgan kuni ko'zimga uyqu kelgan yo'q. Barcha yurtdoshlarimiz kabi men ham ichimdan quvondim. Ochig'ini aytsam, bayram qildim mana. Fursatdan foydalanib maydonda jasorat va mahorat ko'rsatgan futbolchilarimizga, ularning tarbiyalab voyaga yetkazgan ota-onalariga, ustoz va murabbiylariga tashakkur izhor etaman.
Albatta bugungi uchrashuvimizda taniqli shoir, adib va san'atkorlar ham ishtirok etyapti. Ular maydonda jasorat va matonat ko'rsatgan futbolchilarimiz haqida yangi she'r va asarlar yozyapti. Qo'shiq va madhiyalar ham yaratilyapti. Tadbirkorlarimizni aytmaysizlarmi? Ular ham allaqachon harakatni boshlab, sizlar orqali milliy brendini dunyoga tanityapti, yangi bozorlarga chiqayapti ular. Aziz farzandlarim, ko'ryapsizlarmi? Sizlar tadbirkorlarga yangi imkoniyatlar eshigini ochyapsiz. Adabiyot va san'at ahliga yangi ilhom, yangi ruh va qanot beryapsizlar. Yoshlarimizga haqiqiy o'rnak bo'ldingiz. Men ham mashhur futbolchi bo'laman degan bolajonlarimiz safi ko'payib boryapti. Xalqimiz sizlar bilan doimo faxrlanadi. Qadrli do'stlar, albatta hech narsa o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bunday g'alabalarga osonlikcha erishilmaydi. Albatta yurtimizda sportga, xususan futbolga qaratilgan e'tibor, yaratilayotgan sharoitlar bu yutuqlarga katta zamin bo'ldi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. So'nggi yillarda joylarda 200 dan ziyod yirik sport inshootlari, 4000 ga yaqin xususiy sport klublari ish boshladi. 1,5 mingdan ziyod mahallada sport maydonchalari qurib berildi. Poytaxtimizda zamonaviy olimpiya shaharchasini barpo etdik. Yuqori Chirchiqda milliy futbol markazini ishga tushirdik. Har bir viloyatda bittadan professional futbol akademiyasi va futbol maktablarini tashkil qildik. Bu ishlarimiz hisobiga havaskor futbolchilar soni 5 millionga yetdi. Futbol bilan muntazam shug'ullanuvchilar 1,3 million oshdi. Professional futbolchilar soni 17 mingga yetdi. Eng asosiysi, biz futbolda korrupsiya, tanish-bilishchilik degan illatni yo'q qildik. Ochiq va shaffof tizim yaratdik. Bu eng iqtidorli yoshlarga rostakam istidodlarini katta maydonga olib chiqdi. Mana davramizda futbolimiz faxrlari o'tiribdi. Ular ham o'z maslahatlari bilan bu ishlarga bosh qosh bo'ldilar. Duoda bo'ldilar. Bularga ham yo'l ko'rsatganlari uchun minnatdorlik izhor etmoqchiman. Aziz yurtdoshlar, biz uchun futbol nafaqat professional sport turi, balki yoshlar tarbiyasi, sog'lom turmush, intizom va vatanparvarlik maktabi bo'ladi. Endi yurtimizdagi har bir mahallaga futbol nafasi kirib boradi. Har bir bolaga o'z mahallasida to'p tepish, musobaqalarda qatnashish, o'z istidodini ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Buning uchun har bir mahalla futbol maydoni dasturini boshlaymiz. Bu umummilliy harakatga aylanadi. Dastur doirasida mahalla ligasi tashkil etilib, 12-17 yoshli o'g'il-qizlar o'rtasida mahalla futbol jamoalari tuziladi. Har yili havaskor futbolchilar ishtirokida mahalla, tuman, viloyat, respublika bosqichidan iborat musobaqalar o'tkaziladi. Umuman mahalla ligasi eng yaxshi istidodlarni seleksiya qilishda professional klublar uchun tayyor baza bo'ladi. Hurmatli do'stlar, maydonda to'pni futbolchi tepadi, lekin o'yin uslubi va taktikasini albatta murabbiy belgilaydi. Bugun terma jamoamiz bilan katta tajriba va chempionlik xarakteriga ega Fabio Cannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabi ishlayapti. Biz Fabio Cannavaro'ni futbolchilik davridan yaxshi bilamiz. 2006-yilda Germaniyada o'tkazilgan mundialda Cannavaro sardorlik qilgan Italiya terma jamoasi jahon chempioni bo'lganini ham bilamiz. O'sha yili Cannavaro dunyoning eng yaxshi o'yinchisi deb e'tirof etilgan va futbol tarixida oltin to'p sohibi bo'lgan kam sonli himoyachilardan biriga aylandi. Zidane, Ronaldo kabi zamonaviy futbol afsonalari ham Cannavaro'ni o'ziga qarshi o'ynagan eng kuchli himoyachi deb tan olgan. Cannavaro maydondagi o'yinni o'qish qobiliyati, tartib intizomi va liderlik xususiyatlari uning murabbiy bo'lib shakllanishiga zamin yaratdi. Fabio Cannavaro O'zbekistonga endi kelgan kunlarida jismoniy tayyorgarlik va intizom masalasiga ko'p to'xtalgan edi. Shuning uchun futboldagi har bir kichik detalga ham
e'tibor qaratib, jismoniy tayyorgarlik va hujumchilar bilan ishlaydigan murabbiylar, shifokor, nutritsiolog, oshpazlarni olib keldi. Hamda xalqaro tajribaga ega yaxshi jamoani shakllantirdi. Futbolchilarimizni o'yinda ko'ryapmiz, to'g'ri pozitsiyani tanlash, yuqori pressing, to'p nazorati, tezkor qarshi hujum kabi futbol elementlari ko'paydi. Misr, Eron, Venezuela, Gabonga qarshi o'yinlarda bunga barchamiz guvoh bo'ldik. Fursatdan foydalanib Fabio Cannavarani murabbiy sifatida mundialdagi birinchi ishtiroki bilan tabriklab, murabbiylar shtabiga yangi zafarlar tilayman. Endi futbolchilarga qarab yuragimdagi gaplarni aytmoqchiman. Jahon chempionatida oson o'yinning o'zi yo'q. Sizlar Portugaliya, Kolumbiya, Kongo kabi kuchli terma jamoalar bilan o'ynaysizlar. Xalqimiz har bir o'yinda sizlardan albatta g'alaba kutishi tabiiy. Lekin bir narsani doimo yodda tutinglar. Sizlar tarixni allaqachon yaratib bo'ldilaring. Oldingizda turgan muhim uchrashuvlarda ortiqcha bosimsiz, hech kimdan hayiqmasdan boringizni berib o'ynang. Har bir to'p uchun, har bir vaziyat uchun, maydonning har bir qarishi uchun oxirigacha albatta kurashasizlar. Men bunga ishonaman. Barcha mas'ullarga, elchilarga topshiriq berganman. Mundialdagi barcha o'yinlarda fan klublar a'zolari, minglab futbol muxlislari, Amerikadagi vatandoshlarimiz ham stadionda sizlarni qo'llab-quvvatlab turadi. Maydondagi har bir harakatingizni 40 millionga yaqin xalqimiz ekran ortida katta hayajon bilan, katta umid bilan, hayqiriq bilan kuzatadi. Yuraklarni junbushga keltiradigan hissiyot oladi. Yodingizda bo'lsin. El yurtimiz sizlarga ishonadi, prezident ham sizlarga ishonadi. Ana shuni hech qachon unutmanglar. Boringlar, mardona o'ynanglar. Vatan sharafini munosib himoya qilishlaringga ham ishonaman. Mana shunga sizlar sazovorsizlar. Yana bir marta bugungi bayram bilan, sizlarning g'alabalaring bilan o'zim xalqim nomidan tabriklayman. Sog'-omon bo'linglar. Uchrashuvda terma jamoa a'zolari, murabbiylar, soha faxriylari va sport jamoatchiligi vakillari so'zga chiqib, so'nggi yillarda mamlakatimizda sportni, xususan futbolni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilgani, davlatimiz rahbari tomonidan ochiq va shaffof tizim yaratilgani natijasida korrupsiya va tanish-bilishchilik kabi illatlarga mutlaqo barham berilgani e'tirof etildi. Salam alaykum. Grazie Presidente per questa accoglienza, per questa benedizione. È molto importante per la squadra sentire Prezident janoblari, bu samimiy qabul va duo uchun katta rahmat. Butun mamlakatning, prezidentning va federatsiyaning qo'llab-quvvatlovini his qilish jamoa uchun juda muhim. Chunki jahon chempionatiga chiqish bu albatta alohida va unutilmas voqea. Men natijani oldindan ayta olmayman, lekin siz nutqingizda ta'kidlaganingizdek, bir narsani aniq va'da qila olaman. Jamoada temir intizom bo'ladi. Biz hech kimdan qo'rqmaymiz va dunyoning qayerda bo'lmasin, barcha o'zbeklarni faxrlanishi uchun maydonda bor kuchimizni beramiz. Ular shuni bilishlari kerakki, biz maydonda o'zimizni ayamaymiz. Bundan tashqari, janob prezident sizga, hukumatga, federatsiyaga va shu yillar davomida futbolni rivojlantirish dasturini amalga oshirib kelayotgan barcha insonlarga futbol ichida ulg'aygan bir italiyalik sifatida tasanno aytmoqchiman. Jahon chempionatiga chiqish o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Buni sizga so'nggi yillarda yoshlarga sarmoya kiritishni to'xtatgani sababli jahon chempionatiga bora olmayotgan mamlakat vakili sifatida aytyapman. Shu bois futbolni qo'llab-quvvatlash va unga investitsiya kiritish borasidagi sa'y-harakatlaringizni yuksak baholayman. Chunki futbol ijtimoiy jihatdan juda katta ahamiyatga ega. U insonlarga qadriyat beradi, yoshlarni to'g'ri tarbiyalaydi, ularni yaxshi inson bo'lib kamol topishiga xizmat qiladi. Shu ma'noda bu juda muhim ish. Shuning uchun sizga yana bir bor minnatdorlik bildiraman. E per questo vi faccio i complimenti di continuare a investire sul calcio, perché sicuramente il calcio a livello sociale può dare tanto, può dare tanti valori, può far crescere dei giovani nel modo migliore e quindi per questo sicuramente sarà una cosa molto importante, quindi la volevo ringraziare per questo. Fabio janoblari, mana shu mani
tashabbusimni tagidan ma'noli tushunganingiz uchun, buni qadriga yetganingiz uchun bu ijtimoiy loyiha bu. Siz to'g'ri tushunibsiz. Bu bugungi kunimiz davomiylik bo'lishi uchun zamin yaratiladi. Buni albatta qilamiz. So'zim yakunida yana bir fikr aytmoqchiman. Men Italiya terma jamoasi bilan 4 ta jahon chempionatida qatnashganman. Ulardan birida musobaqa oldidan biz ham prezident bilan uchrashgan edik va menga yana prezident huzuriga qaytish nasib etgan. Nega? Chunki o'sha safar biz jahon chempionligini qo'lga kiritgan edik. O'zbekiston ham jahon chempioni bo'ladimi, yo'qmi buni bilmayman. Lekin siz bilan iyun oyida emas, balki iyul oyida musobaqa finalidan so'ng qayta ko'rishishni juda umid qilaman. Hammasi uchun rahmat. Io non so se vinceremo il mondiale, ma sicuramente spero di vederla non in giugno, ma di rivederla a luglio. Grazie di tutto. Jamoa nomidan o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana shunaqa muhim turnir oldidan bizni shunaqa katta qo'llab-quvvatlab, katta motivatsiya bilan kuzatib qo'yayotgani uchun sizga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchiman. Mana shu futbolga bo'layotgan e'tibor uchun va alohida milliy terma jamoalar markazi uchun. Chunki o'zim Italiyada o'ynaganimda, Italiya terma jamoasi futbol bazasini ko'rganimda havas qilganman. Bizda ham shunaqa futbol baza bo'ladimi deb. Va hozir hamma Yevropa standartlariga javob beradigan futbol bazamiz bor. Bu biz uchun juda ham muhim va kerakli narsa edi. O'shaning uchun alohida sizga rahmat bo'lsin. Eldor, 10 yildan beri yangi O'zbekiston quryapmiz. Bitta sir borda bu yo'nalishlarda, natijalarda. Yangi yutuqlarga erishganimiz, avvalambor yomon illatlar yo'q bo'lgani bu bir. Ikkinchidan sizlarga sharoit yaratgani, tibbiy sharoit, fizkultura sharoiti, mana aytgan oshpazlar va hokazolar bu qachon bo'lgan edi? Mana o'zingiz shunday joylarda o'ynab, havas qilib, orzu qilgan narsalaringiz O'zbekistonda. Mana men Fabioni ham gaplarini ko'p eshitganman, mana shu bizning markazimiz to'g'risida. Sizlarga sharoit yaratish men uchun juda katta sharaf bo'ladi. Nimaga aytsangiz, bekorga aytmayapman. Futbol bu milliy g'ururimiz, milliy iftixorimiz, bu tarbiyamiz, bu madaniyatimiz, bu o'zligimizni anglashimiz desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Natija qilishlaring uchun endi imkoniyat bor. Qo'rqmasdan o'ynasalaring, Xudoning o'zi yo'l ko'rsatadi. Niyatimiz pok. Bobolarimiz, otalarimiz, faxrlarimiz duoda. Duo bu natijaga erishishda juda katta ilohiy kuch. Jahon chempionatiga keladigan bo'lsak, barcha terma jamoamiz a'zolari hammasi tayyor, yaxshi tayyorgarlik olib bordik. Hamma sharoitlar yaratib berildi. Hamma tushunib turibdi, mas'uliyat his qilib turibdi aholimiz orqamizda turganini. Nafaqat muxlislarimiz, balki butun Markaziy Osiyoda muxlislar bizni kuzatib turganini. O'shaning uchun bor kuchimizni beramiz. Xudo xohlasa, mana shu muxlislarni ajoyib o'yinlarimiz bilan xursand qilib, yaxshi natijalar bilan butun dunyodan yangi muxlislar bilan qaytishga Xudo xohlasa. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men To'ychiyev Nodir. Jahon chempionatiga chiqish bizni bir orzuyimiz, bir katta bir maqsadlarimiz edi. Hammalarni shu fursatdan foydalanib prezidentim tabriklayman. Bu katta narsa, bir jahon chempionatida qatnashishni o'zi bir katta yutuq. Biz uchun Parijda bo'lib o'tgan 2024-yili Olimpiadada 400 ta muxlislar borgan bo'lsak, fanatlar borgan bo'lsak, shu yerda mana O'zbekiston gimnlarini ko'chada kuylab, qo'shiqlar aytib yurganimizda butun dunyo ko'rdi, butun dunyo biz bilan qo'shiqlar aytishdi va qoyillar qolishdi. Biz o'zimiz ham eng katta baribir muxlis bu siz muhtaram prezident. Bizni boshimizda va siz turibsiz. Sizga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Jahon chempionatiga ham boramiz. Qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta sizni ko'magingizda shunga rahmat deymiz. Butun o'sha 40 millionga yaqin xalqimiz hamda O'rta Osiyo dedi hozir mana Eldorbek ham bu bitta O'rta Osiyo emas, bu yerda butun Italiya ham bizga baleshlik qiladi, bu aniq. Kolumbiyasidan ham qo'rqmaymiz, boshqasidan ham qo'rqmaymiz, faqat olg'a bosamiz. Sizga mana medal berganlaringiz menga qanaqa kuch-quvvat bergan, kuch beradi ham avans deb bilaman-da buni. Shunga u yerda Amerikada hali boshqacha kayfiyatda buni eplaymiz. Hamda bu futbolni rivojlanishda sizga aytyapman,
Yana bir bor katta rahmat. Shu aytganingizda 40 millionga yaqin xalqimiz bilan bularga omadlar tilaymiz. Sizlar 12-futbolchi bo'lib maydonga chiqib, ular bilan birga kurashasizlar deb ishonaman. Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Botir Ergashev. Avvalo sizni, hurmatli prezident, siz orqali butun xalqimizni mundialdagi ilk ishtirokimiz bilan juda o'zingiz aytib o'tdingiz so'zingizda o'ta muhim tarixiy voqea bilan tabriklayman, bardavom bo'lishini chin dildan istayman. Ochig'ini aytsam, yaqingacha futbolchilarimizni, umuman futbolimizni xalqaro maydonlardagi biz xohlagandek, biz kutgandek natija bo'lmaganidan ranjib, ko'nglimiz to'lmay ko'p tanqidlar qilganman. Shu tanqidiy she'rlar yozib chiqishlar qilganman. Xudoga shukrki, mana sizni barcha sohalar qatori futbolimizga e'tibor qaratib, jiddiy bir choralar ko'rib, boya aytganingizdek, o'sha tanish bilishchilik, korrupsiyaga qarshi mana shuni kurashib, qat'iy bir mana shunday bir islohotlar qilganingizdan keyin ochig'i millionlab muxlislar qatori futbolga ishqiboz ijodkorlarni ham yelkasiga oftob tegdi, ko'nglimizda quyosh charaqladi. Bu uchun alohida tashakkur. Ayniqsa mana shu siz islohotlaringizdan keyin o'smirlarimiz, yoshlarimizni xalqaro maydonlarda ko'rsatayotgan natijalari, mana Eldorbek, Abbosjon, Abduqodir kabi o'nlab o'zbek o'g'lonlarini Yevropa yashil maydonlaridagi harakatlari ochig'i shu yurtda yashayotgan bir vatanini, shu yurtdagi insonlarni yaxshi ko'rgan ijodkor sifatida ko'nglimni tog'dek ko'taradi. Ayniqsa hozir siz ularning ko'ziga qarab, sizlar meni farzandlarimsiz deganingizda ochig'i bularga juda havas qildim. O'zimni bolalik paytimdagi tosh ko'chalarda, tuproq ko'chalarda to'p tepib yurgan paytlarimni esladim. Qani o'sha paytda shunaqa sharoitlar bo'lsa, balkim shoir emas, yaxshi futbolchi bo'lishim mumkin edi. Ustozim Sirojiddin Said bu yerda o'tiribdilar. Zo'r bir gaplari bor, har joylarda, davralarda aytib yuraman. Ular ham 11-raqamda o'ynaganlar yoshligida, men ham shunday. Shuni shoir bo'lib, adabiyot bizdan qanaqa naf ko'rdi bilmaymiz-u, lekin futbolchi bo'lganimizni o'zbek futboli aniq yutar edi. Juda havas qildim. Men 100% ishonaman. Sizni hozirgi yuksak ishonchingizni futbolchilarimiz albatta oqlashadi. Jahon chempionatiga yo'llanmani o'zi-ku dunyolarga arzigulik ishlar bo'ldi. Men yaqin o'sha aytib o'tsak, futbolchilarimiz xalqaro maydonlarda shu o'ynaganda paytda o'zlariga ishonchsiz, shijoat yo'q, qat'iyat yo'q, bir kayfiyatsiz tushgan paytlarida juda xafa bo'lardim. Muxlis sifatida. Mana shunaqa qilib onamdan qolgan Toshoyna qani deb qancha yillarimiz o'tdi. Ochig'i Xudoga shukr, mana yorug' kunlar keldi. Mana shunday futbolchilarimizga bag'ishlab yorqin, madh etadigan she'rlar yozish sharafiga muyassar bo'ldik. Bunda sizni zahmatli mashaqqatlaringiz bor, sizni qancha uyqusiz tunlaringiz, tin bilmagan kunlaringiz bor. Bu uchun futbol muxlislari nomidan, shaxsan o'zim nomidan sizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli prezident, agar ijozat bersangiz, shu futbolchilarimizni, termamizni madh etib bir yozgan yangi she'rim bor edi. Juda zo'r bo'lardi. O'qib bersam. Rahmat Botir. Millionlar o'yini shubhasiz futbol. Dengiz misol chayqaladi muxlislar. Sizdan talab qilingani faqat gol. Ehtiroslar oshar, toshadi hislar. Oq bo'rilar, doim zafar bo'lsin naqd. Seni g'olib ko'rish bizlar uchun baxt. Qadamingdan titrasin har o'yingoh. Maydonlarga mardona chiq hamma vaqt. O'zbekiston, o'z bekliging rost bo'lsin. O'zbekiston olam nomingga to'lsin. Dunyo bilsin, har zarbangda bolg'a bor. O'zbekiston faqatgina olg'a bor. Bir zum ham to'xtatma taqiblaringni, pressingda ushlagan raqiblaringni, barchasi qarshingda g'aflatda qolsin, o'yindan tashqari holatda qolsin. 35 yil yozganlarim dod bo'ldi. Mundialga chiqding, dil obod bo'ldi. Bir zamonlar samolarga sochilgan qancha ajdodlarning ruhi shod bo'ldi. O'zbekiston, o'z bekliging bor bo'lsin. O'zbekiston, omad senga yor bo'lsin. Tap tortmasdan faqatgina olg'a bor. Xudoyimning o'zi madadkor bo'lsin. Har bir qora ko'z qoshing uchun o'yna. O'yna, har bir yurtdoshing uchun o'yna. Futbolimiz isloh qilib quvongan oliy muxlis yurtboshing uchun o'yna. Jahon chempionati ulug' bayram to'y. To'yingdan aylanay ona vatanim. G'arbda sharqning quyoshidek ko'rsat bo'y. Bo'yingdan aylanay ona vatanim.
Ozodbek, bu ashilla bo'lmasa bo'lmaydi lekin. Botirni she'rlarini ashilla qilsak, bugun yarashadi. Yaxshilab shu o'ylagin o'zing. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Avvalambor sizni ishonchingiz uchun katta rahmat aytmoqchiman. Chunki sizni ishonchingizdan biz doim motivatsiya olganmiz, kuch olganmiz. Hozir qarab turib, hozirgi futbolchilar eng baxtli futbolchilar deb ichimdan o'tdi. Chunki hozirgi futbol orqasida siz turibsiz. Siz turibsiz, o'shaning uchun eng baxtli futbolchilar hozir futbol o'ynayapti. Bugun bizning futbolimiz, o'zbek futboli, O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar haqida butun dunyo gapiryapti. Futbolimiz siyosat darajasiga chiqqanini sizni tashriflaringiz davomida futbolchilarimiz, futbolimiz haqida gapirilayotgani bu albatta o'zbek xalqi uchun juda ham yoqimli holat. Shu jahon chempionatiga chiqqanimizda eng katta hajmdagi ishni qilganingizni ta'kidlab o'tmoqchiman. Chunki futbolchilarning ichki g'ururini, vatanparvarligini uyg'otib yordingiz. Shuning uchun biz bugun jahon chempionatida qatnashyapmiz. Hurmatli prezident, o'zim o'sha futbol akademiyasidan tortib professional futbolgacha qanaqa yo'lni bosib o'tganlarimiz, qanaqa kamchiliklarimiz bo'lgan, bizda o'sha vaqt qanaqa imkoniyati bo'lganini o'sha paytda birga futbol o'ynagan futbolchilar juda ham yaxshi biladi. Asfaltda mashg'ulot o'tkazardik, na maydon bor edi, na mutaxassis bo'lgan, na meditsina tarafdan. Sizni O'zbekiston futbolini rivojlantirish to'g'risidagi farmoningizdan kelib chiqib, bugungi kunda yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatingizdan kelib chiqib, hozir o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, o'sha O'zbekiston futbol akademiyalarining yangidan qurilgani, bularga bugungi kunda imkoniyat yaratib berilayotgani, vitaminizatsiya, meditsina mutaxassislarni yetarlicha siz imkoniyat qilib berganingiz, bu hammasi bugungi natijalarimizni misoli deb bilaman va sizni topshirig'ingiz bilan o'sha akademiyalarga seleksiya orqali futbolchilarni qabul qilib olishimiz va qolaversa o'sha milliy markazni qurilishi, bularni hammasi o'ylaymanki bizni kelajakda O'zbekistondan ko'plab o'sha Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanovga o'xshagan ko'plab o'yinchilarning soni ko'payishini ta'minlaydi albatta. Hurmatli prezident, bugungi imkoniyatlarni, yoshlarga qilib berayotgan imkoniyatlaringizni biz bir vaqtlari milliy terma jamoada orzu qilganmiz. Shu jahon chempionati ostonasida turibmiz. Bu katta turnir. Albatta futbolchilarimizga ishonamiz, murabbiyga ishonamiz. Lekin shunaqa vaqtlar kelishiga ishonamanki, siz boshchiligingizda jahon chempionatida medallar uchun kurashadigan terma jamoa bo'lib shakllanamiz. Yana bir bor muxlislar nomidan, futbol mutasaddilar nomidan, futbolchilar nomidan sizga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Albatta Odil, yana bir marta mana shu og'ir kunlarda birga o'tganmiz. Men har safar sizlar bilan bamaslahat ish qilganman. Joylarni tanlash, proyektlarni qilish, qaysi davlatlardan loyihalarni qanday nimasini olib kelish, har safar milliy g'ururimiz, milliy loyihamiz bo'lishiga harakat qilganimizning natijasi bilan mana shunday sharoitlar yaratdi. Albatta jonajon vatanimiz iqtisodiyoti barqaror bo'layapti. Albatta jonajon vatanimiz gullab yashnayapti. Xalqimizni mashaqqatli mehnati bilan natijalar bo'layapti. Bu boshlanishi. Mana shu farzandlarimga qarab aytmoqchimanki, sizlar muhim ishlarni bajarib, o'zlaringning kasblaringga munosib bo'lsalaring, biz bog'da hamma sharoit yaratishdan hech qachon charchamaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari. Avvalo sizni hammani yana bir bora O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati final bosqichiga chiqqani bilan tabriklashga ijozat berasiz. Chunki bu haqiqatdan o'sha 34 yillik orzuni ushalishi. Biz o'tgan yili 5-iyun kuni Abu Dabida uchrashuvning so'nggi daqiqalari o'tib borayotganda kechirgan tuyg'ularimizni so'z bilan ifodalash qiyin. Bitta misolni aytay, ko'p bora bizga o'sha bitta gol yo bitta ochko yetmaganda va raqib uchun raqibni qanoatlantiradigan natija qayd etilayotganda biz to'pni olib borib berardik raqibga. To'pni tashlasin, qaytarib olib gol urarmikinmiz deb. Bu safar Abu Dabida bizga to'pni olib kelib berishdi. Lekin mana shu yigitlar o'sha joyda himoyaga yotib olgani yo'q. Futbol o'ynadi, jahon chempionatiga chiqishga munosibligini amalda ko'rsatdi. Muborak bo'lsin.
va futbol bor yo'g'i bir o'yin emasligi. Bu juda katta ijtimoiy hodisa, siyosat ekanligini undan keyingi voqealar ta'kidlab berdi. Ijozat bersangiz ikkita misol. Bittasi yuksak saviyadagi sammitlarda Qozog'iston prezidenti, Ozarbayjon prezidenti sizga so'z berishdan avval O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqani bilan tabrikladi va O'zbekistonga muxlislik qilamiz deb aytishdi. Yana bitta misol. O'zbeklar uyiga chetdan, xorijdan mehmon kelsa, uyda dasturxon yozadi-yu, lekin diyorini ko'rsatish uchun o'zi ishongan, o'zi chiroyli tomondan ko'rsatib bera oladigan joyiga boshlab boradi. O'tgan yili 10-iyun kuni siz poytaxtimizda davlat va hukumat rahbarlarini Bunyodkor stadioniga taklif qildingiz. O'zbekiston jahon chempionati saralash uchrashuvida Qatarga qarshi o'ynayotgan o'yinga mana shu yigitlarga ishonib olib keldingiz. Va bular 3-0 hisobida Osiyoni 2 karra va amaldagi chempionini tor-mor keltirib ishonchingizni oqlashdi. Bu yigitlarga ishonch, bu futbolimizga ishonch deymiz-u, lekin bugungi kunga birdaniga yetib kelib qolmaganimizni alohida ta'kidlab ketay. Biz sharhlovchilar faktlarga tayanamiz. 2016-yilga qadar mustaqillikka erishganimizdan buyon O'zbekiston faqat bir marotaba 2012-yili 16 yoshlilar o'rtasida, o'smirlar o'rtasida Osiyo chempioni bo'lgan. Boshqa vaqt bir necha marotaba jahon chempionatiga chiqqanmiz. Yarim finalga yetib olganimiz uchun chiqqanmiz. 2018-yildan boshlab o'sha siz qor jangini yaxshi eslab, haligi jaydar yigitlarni to'pladik, korrupsiyani yo'q qilishni boshladik. Mana natija deganingizdan boshlab. Ketma-ket shoh supada ko'ryapmiz yigitlarni. 2018-yil 23 yoshlilar o'rtasida Osiyo chempioni bo'ldik. Keyin o'sha 23 yoshlilar o'rtasida 2 marta finalga chiqdik. 17 yoshlilarimiz chempion bo'ldi. 20 yoshlilarimiz chempion bo'ldi. O'sha 9 ta bolamiz 11 taga qarshi o'ynab, g'alaba qozonib, hammani lol qoldiryapti-da, endi biznikilar, yarim finalga yetib olsa emas, nimaga finalga chiqmayapti deyapmiz. Osiyoda 50 ta davlat bor deydigan odam qolmadi. Buni hammasi futbolimizdagi amalga oshirilayotgan islohotlar, o'sha qilinayotgan ishlarning mevasi ekanligini hammamiz his qilib turibmiz va yana bitta jihatga e'tiborni qaratishni xohlardim. Biz avval jahon chempionatida o'zbek hakamlariga muxlislik qilardik. O'sha 2010-yildan boshlab Ravshan Ermatov brigadasi ishlardi. Ravshan yaxshi ishlasin, o'zbeki bayrog'i hilpirab tursin deb. Bu safar yigitlar bilan birga hakamlarimiz jahon chempionatiga boradigan bo'lishyapti. Va biz barchamiz mana shu yigitlarni ham yuzi yorug' bo'lishini tilaymiz. Agar ijozat bersangiz, yana bitta gap ichimda qolib ketmasin. Mana shu futboldagi, sportdagi muvaffaqiyatlarning hammasi nafaqat sportni o'ziga, futbolni o'ziga ta'sir ko'rsatadi. Siz aytganingizdek, o'sha ijodga, san'atga, adabiyotga, kinoga hammasiga ta'sir ko'rsatyapti-da. Jumladan o'tgan yili 25-yilda tarixda bo'lmagan ish bo'ldi. O'zbekiston televideniyasida futbol sharhlayotganlardan 5 kishi davlat mukofotlari bilan taqdirlandik. Buning uchun hamkasblarim, o'zim nomidan sizga katta rahmat. Boringizga shukr. Va o'sha aytilgan gap, avvalgi haftada Diyora Keldiyorovaga bag'ishlangan spektakl Tongni kulib qarshi ol spektakli Muqimiy teatrida premyerasi bo'ldi. Sehrli Chapaqay futbolga bag'ishlangan kinoni premyerasi 25-kuni Panoramada o'tadigan bo'lyapti. Chempion filmi futbolga bag'ishlangan film suratga olinyapti. Bularning hammasi qachon bo'ladi? Agar yurtda tinchlik, yurtda o'sha tizim, yurtda xotirjamlik bo'lsa, mana shu musaffo osmon uchun, mana shu tinchlik uchun, mana shu sharoit uchun sizga katta rahmat. Yigitlarga o'sha gap omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Rahmat, mana shunday ijodingizni tarixini keltirganingiz uchun. Bu
medallar, ordenlar shoda bo'lishiga hech shubhangiz bo'lmasin. Sizlar yaxshi sharhlovchi bo'laveringlar, natija bo'laversin. Ordenlarni men qo'l qo'yishdan hech charchamayman. Sog' salomat bo'ling. Katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Sizni ko'rib turganimizda ham juda ham minnatdormiz. Mana sizni boshchiligingizda sportga va yoshlarga berayotgan e'tiboringiz natijasida turli xil yosh toifasidagi terma jamoalarimiz bilan Osiyo chempioniga aylanyapmiz. Jahon chempionatining muntazam ishtirokchilariga aylanyapmiz va hozirga kelib kattalar o'rtasidagi jahon chempionati tarixda birinchi marta siz boshchiligingizda ishtirokchisiga aylandik va butun xalqimizni xursand qilganimizdan juda ham faxrlanamiz. Va shu fursatdan foydalanib sizga kattakon rahmat aytmoqchiman. O'zingizning tashrifingiz bilan bizni jahon chempionatiga kuzatib, bu bizga boshqacha kuch, ishonch va motivatsiya beradi va shuning uchun sizga kattakon rahmat aytib qolaman. Rahmat. Sizlarga ham mana shu motivatsiyani tagida ilohiy bu kuch bor, qudrat bor. Sizlarni vatanparvarlik niyatlaring, ko'zlaringdagi yonib turgan xursandchilikni ko'rib, men ishonchimga ishonch qo'shilayapti. Ilohim mana shu hamma niyatlaring ijobat bo'lsin, amalga oshsin deb o'zim ham xuddi sizlarga o'xshab qanday sizlar qiynansalaring bilinglar, biz 3-4 marta qiyin vaziyatda bo'lamiz. Yonlaringda bo'lmasak ham sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli prezident, assalomu alaykum tadbir ishtirokchilari. Nutqingizda bir necha marta tadbirkorlik va biznes haqida gapirdingiz. Mana men tabriklayman shu terma jamoamizni bu qatnashishdan katta muvaffaqiyat tilayman va hali gapingiz to'g'ri bo'ldi. Yaxshi tizim shoda g'alaba olib keladi deb bu hafta men o'ylaymanki O'zbekiston biznesi ham mundialga chiqdi. Aytishimiz kerak. IPO bo'lgani, muvaffaqiyatli IPO bo'lgani, bu ham biznes uchun shunaqa mundial va terma jamoamizni muvaffaqiyatli qatnashishi albatta bunday terma jamoalar, biznes terma jamoalarini dunyo arenasiga ko'proq chiqishiga albatta sabab bo'ladi deb o'ylayman. Va bir narsa aytaman, bitta shu tashkilotchilardan bittasi keldi, menga haligi 3 yil o'yinga 3 ta bilet, mana O'zbekiston hamma o'yinlariga sizga bilet dedi. Men aytdimki, agar O'zbekistonni hamma o'yinlariga bilet beradigan bo'lsangiz, bilet berib hali charchaysiz dedim. Omad tilayman. Rahmat. O'zbekiston milliy terma jamoasini 2026-yilgi jahon chempionatiga kuzatish marosimi Bunyodkor stadionida tantanali tarzda tashkil etildi. Unda futbol ixlosmandlari, sport faxriylari, yoshlar hamda butun xalqimiz vakillari bo'lgan minglab yurtdoshlarimiz jam bo'ldi. Stadion uzra yangragan olqishlar, davlat bayroqlari va muxlislarning qo'llab-quvvatlovi milliy jamoamizga bo'lgan yuksak ishonch va mehrni namoyon etdi. Tantanali tadbirda davlatimiz rahbarining ishtirok etishi esa marosimga yanada ko'tarinki shukuh baxsh etdi. Hurmatli sport muxlislari, futbol ishqibozlari, gulduros olqishlar ostida Bunyodkor stadionida kutib olamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz futbol muxlislari. Barchangizni bugungi fayzli oqshomda o'tkazilayotgan katta futbol bayrami bilan tabriklayman. Bugun o'zbek futboli uchun yana bir tarixiy kun desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Katta ishonch va ezgu tilaklar bilan milliy terma jamoamizning AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga kuzatyapmiz. Fursatdan foydalanib, bizga mana shunday unutilmas kunlarni taqdim etgan mahoratli futbolchilarimizga, ularni tarbiyalab voyaga yetkazgan ota-onalariga, ustoz murabbiylariga, terma jamoamizning barcha a'zolariga butun xalqimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman.
Qadrli do'stlar, sizlarning milliy jamoaga bo'lgan mehringiz va sadoqatingiz har qancha tahsinga loyiq. Issiqni issiq demay, yomg'irni yomg'ir demay, g'alaba onlarida ham, qiyin damlarda ham futbolchilar bilan birga bo'lib, haqiqiy vatanparvarlik namunasini ko'rsatib kelyapsiz. Buning uchun stadionni to'ldirib o'tirgan muxlislarga sizlar orqali futbol sevar xalqimizga alohida rahmat aytaman. Bugun stadionda fan klublarimizni ham ko'rib turibman. Ular terma jamoamiz o'yinlarini nafaqat tribunadan kuzatyapti, balki futbolchilar bilan birga kurashayapti. Futbolni ichida yashayapti. Fan klublar a'zolari har bir o'yinda chin o'zbekona betakror uslubi bilan 12-o'yinchi vazifasini munosib bajarib kelyapti. İşonchim komil, ular mundialda ham minglab yurtdoshlarimiz, xorijdagi vatandoshlarimiz bilan birga, xuddi hozirgidek g'ayrat, shijoat, hayqiriqlar bilan futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlashadi. Hurmatli yurtdoshlar, yurtimizda futbol allaqachon har bir oilaning do'stiga aylanib ulgurgan desak, hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Ko'rib turibman. Bugun ham ko'pchiligingiz stadionga farzand va nabiralaringiz bilan kelgansizlar. Sportchilarimiz erishayotgan yutuqlardan ruhlanib, ularning orasidan ham yangi chempionlar albatta chiqadi. Yangi O'zbekistonda sportga qaratilayotgan e'tibor, har bir hududda bunyod etilayotgan yirik sport inshootlari, joylarda tashkil etilayotgan professional futbol akademiyalari, yaqinda ish boshlagan milliy futbol markazi yoshlarimiz yangi yutuqlarni qo'lga kiritish uchun mustahkam zamin bo'ladi. O'tgan yili poytaxtimizda 100 gektardan ziyod maydonda 5 ta yirik sport majmuasini o'z ichiga olgan olimpiya shaharchasini qurib bitkazdik. Yangi Toshkentda FIFA standartlariga to'liq javob beradigan 55 ming o'rinli mustahkam stadion qad rostlayapti. Bu yangi stadion yurtimizdagi millionlab futbol muxlislari uchun katta sovg'a bo'ladi. Bunday zamonaviy inshootlar yurtimizda ko'plab nufuzli xalqaro sport musobaqalarini o'tkazishga albatta xizmat qiladi. Sportchilarimizni yanada ulkan va yorqin g'alabalar sari yetaklaydi. Qadrli terma jamoa a'zolari, xalqimiz yuqori kayfiyat bilan sizlarga oq fotiha berib, katta mundialga kuzatyapti. Sizlarni oldingizda Portugaliya, Kolumbiya, Kongo kabi kuchli terma jamoalar bilan muhim o'yinlar kutib turibdi. Katta kuch, g'ayrat bilan, ishonch bilan maydonga chiqing. Shuni bilingki, biz doim sizlar bilan birga. Haqiqiy o'zbekona jasorat, matonat va irodangiz bilan chiroyli va ishonchli o'yin ko'rsatib, barchamizni xursand qilasiz deb ishonamiz. Bugun sizlarning qatoringizda mening qalbim ham faxr va iftixorga to'lib turibdi. O'zbek xalqi hamisha katta orzu umidlar bilan faqat oldinga intilib yashagan. Kelinglar, bugun hammamiz yaxshi niyat qilaylik. Jahon chempionatida futbolchilarimizni yaratganning o'zi qo'llasin. Har bir o'yinda xalqimizning duosi madadkor bo'lsin. Barchangizga mustahkam sog'lik, omad va zafarlar yor bo'lsin. Yashasın O'zbek futboli. Yashasın yangi O'zbekiston yoshlari.
Yashashin bunyodkor O'zbekiston xalqi. Nutq yakunida O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi yangradi. Mamlakatimiz yetakchisi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari bilan esdalik uchun suratga tushdi. Butun xalqimiz bugundanoq intiqlik bilan kutilgan futbol bayramini boshlab yubordi. Namoyish etilgan konsert dasturi esa ushbu quvonchli lahzalarga o'zgacha fayz bag'ishladi. Bu tantana jahon chempionati oldidan futbolchilarimizga matonat va ulkan kuch, yurtdoshlarimizga esa so'nmas shijoat hamda g'alabaga bo'lgan yuksak ishonchni baxsh etdi. Tadbir yakunida O'zbekiston milliy terma jamoasining o'quv mashg'ulot jarayonlari doirasidagi nazorat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda futbolchilar maydonda yuqori kayfiyat, katta ishtiyoq va g'alabaga bo'lgan yangicha ruh bilan harakat qildi. Har bir vaziyatda jamoaviy o'yin, tezkor kombinatsiyalar, g'oliblikka intilish yaqqol namoyon bo'ldi. Muxlislar va tadbir ishtirokchilari futbolchilarning mahorati, maydondagi faolligi hamda o'zaro hamjihatligini katta qiziqish bilan kuzatdi. Sergeyev zarba gol. Chiroyli chiqdi kombinatsiya. Ayniqsa hujumkor harakatlar, chiroyli gollar va keskin vaziyatlar stadiondagi kayfiyatni yanada ko'tardi. Nazorat uchrashuvi jamoaning bo'lajak jahon chempionati bahslariga puxta tayyorgarlik ko'rganini, futbolchilarning jismoniy va ruhiy tayyorgarligi yuqori darajada ekanini namoyish etdi. Hujum va gol. Gol. Qanday yorib turishdi hozir himoyani Akmal Mazgavoy bilan Jamshid Iskandarov. Tadbir yakuni esa yig'ilganlarda milliy terma jamoamizning kelgusi o'yinlardagi muvaffaqiyatlariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamladi. Olg'a, olg'a, O'zbekiston! Olg'a, olg'a, O'zbekiston! Olg'a, olg'a, O'zbekiston! Prezidentimizni bizga berayotgan motivatsiyalari bilan ish olib boryapmiz. Birgalikda o'zlarini aytganlarini qadamma-qadam bajarib kelyapmiz. Shuning uchun deb o'ylaymanki, futbolimizda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Ko'pgina tadbirlarda ishtirok etamiz, FIFAning tadbirlarida. Butun dunyo desam bo'ladi. Shu yerda 211 ta federatsiya mutasaddilari ishtirok etadi. Hammasini bizga havasi kelyapti. Hammasini havasi kelyapti. Bir kelib ko'rgisi kelyapti. Bizda bo'layotgan ishlarni ko'rganlari esa hammaga targ'ibot qilyapti O'zbekistonda bo'layotgan ishlarni. Juda faxrlanyapmiz va juda xursand bo'lyapmiz. O'ylaymanki, endi nafaqat bizdagi bo'layotgan ishlar emas, futbolchilarimiz endi xalqaro maydonda haqiqatan ham O'zbekistonda futbolni rivojlantirish yo'lida o'zgarishlar bo'lganini maydonda ko'rsatib beradi degan umiddaman. Bu prezidentning jamoasi. Prezidentimizning jamoasi va o'ylaymanki, bolalar hammasini yetib tushunishib turishdi. Biz ular bilan ko'p muloqotda bo'lamiz. Hammaligi Xudo xolasa shunaqa ishonch bilan ketishyapti. Hech qatimiz kam emas. Zo'r bo'lsak zo'rmizki, kam joyimiz yo'q. Maydonda ham xuddi shu holatda tushishadi va o'ylaymanki, yaxshi natijalar bilan muxlislarimizni, vatanimizni sha'nini ko'tarib, yaxshi xabarlar bilan qaytib kelishadi. Zo'r emotsiya birinchi o'rinda, albatta davlat rahbari bilan ko'rishish har bir inson uchun birinchi o'rinda bu faxr. Bizni kuzatishga o'zlari alohida vaqt ajratib kelayotganlari bu yana bitta qo'shimcha bizga kuch bo'ladi va jahon chempionatida xudo xolasa qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Davlatimiz rahbarini shu qator o'zimizni ham yuzimiz yorug' bo'lishi uchun. Jahon chempionatiga borgandan keyin eng kuchlilarga qarshi o'ynaymiz va o'sha eng kuchlilar bilan o'ynashga munosib bo'lishimiz kerak. Bugun biz uchun juda ham katta bayram. Tanamizda birinchi marta his qilyapmiz bunaqa narsani. Oldin his qilmaganmiz. Bitta narsani tan olib aytish kerakki, ko'p yil olmaymiz. Oxirgi 5-6 yillikni oladigan bo'lsak, futbolda prezident o'zi e'tibor berdi, davlat darajasida e'tibor berildi. Bitta to'g'ri yo'lda ishlashga o'tilgandan keyin futbolchilarimiz endi kuchli beshlikda bor, Abduqodirga o'xshagan va terma jamoamiz Olimpiada, jahon chempionatigacha yetib bor. Men o'ylayman, bu futbolni uyg'onganidan dalolat beradi. Kelajakda xudo xohlasa bu davomiy bo'lishiga endi erishishimiz kerak bo'ladi. Terma jamoamiz jahon chempionatiga kuzatish marosimi shaxsan prezidentimiz o'zlari oq fotihalar berib, juda chiroyli tarzda o'tkazdik. Albatta bu davlatimiz, yurtboshimizni va shaxsan o'zlari e'tiborlari
bizga yaratilayotgan sharoitlarning mahsuli bu. O'ylaymanki, bu jahon chempionatida munosib qatnashib, bugungi nuqtadan ilhomlanib, yurtimizning sha'nini himoya qilishadi. Futbolimizni rivojlantirish uchun mahalladan boshlanadigan rejalarni eshitib juda xursand bo'ldik. Avval bir paytlar mana shu mahalla, ko'chama-ko'cha o'yinlarda katta bo'lgan davrlarni esladim men ham. Lekin o'ta tizimsiz paytlar edi. Endi buni davlatning e'tibori, ular nazorati ostida o'tadigan mahalla musobaqalari ko'plab talantlarimizni ochishga yordam beradi. O'zbek futbolida adolat qaror topdi desak ham menimcha eng to'g'ri gap shu bo'ladi, chunki haqiqatda ham hurmatli prezidentimiz shaxsan kirishdilar bu masalaga. Shaxsan nazoratga olganlari mana bir 2-3 yilda o'zining juda katta natijasini ko'rsatdi. Bu ko'ryapmiz. Demak, adolat bor joyda bizni yoshlarimiz o'sha hurmatli prezidentimiz mustaqillik bayramida jadidlardan bir iqtibos keltirgan edilar. O'sha iqtibosni bugun bir amaldagi ko'rinishini bemalol guvohi bo'lyapmiz hammamiz. Bu qaysiki yoshlar agar sizlar yulduzga uraman desanglar, men yelkamni tutib beraman degan gapni aytgan edilar. Mana yelka tutilsa, haqiqatda bugun o'zbek yoshlari yulduzga uradi. Bunga ishonamiz. Qaysidir ma'noda o'zbek yoshlarini birlashtiradigan juda katta omil bu. Bu hammasini zamirida eng avvalo to'g'ri siyosat, muhtaram prezidentimizni mana shu eng avvalo xalqimizga bo'lgan mehr-muhabbatlari, hurmatli prezidentimiz oq fotiha berib jahon chempionatiga kuzatishlarini tagida ham juda katta bir ma'no yotadi. O'ylaymanki, mana shu duolarimizni ijobatini albatta guvohi bo'lamiz. Bu O'zbekiston tarixida juda katta voqea. Bu nafaqat sportda, balki umuman ko'rib turibmizki, hamma sohada O'zbekiston juda katta yutuqlarga erishyapti. Mana bu bo'layotgan narsalar prezidentimiz tutayotgan siyosatlari juda to'g'riligini ko'rsatadi hamma sohada. Hech bir soha yo'qki, demak, rivojlanish bo'lmayotgan bo'lsa. Mana albatta bugun juda chiroyli tadbir bo'ldi. Davlat rahbari mana shunday e'tibor qilib, har bittasi bilan gaplashib, ulardan fikrini eshitib, oq fotiha berish menimcha tarixda bo'lmagan narsa. Men kuni kecha Ostonadan keldim. O'shanda ham hammasi aytdiki, biz hammamiz O'zbekistonni komandasiga balet chiqamiz. Butun Markaziy Osiyo, Ozarbayjon ham hammasi bizni O'zbekiston terma komandasiga balet qilamiz deyishdi. Bu ham mana butun dunyoda O'zbekistonni nomi saqlayotgan. Siyosiy tomondan ham allaqachon hamma bilyapti. O'zbekistondagi rivojlanishi, iqtisodiy tomondan, sport ham davlatning obro'sini butun dunyoga tanitadigan soha. Shuning uchun prezidentimiz juda to'g'ri qilyaptilar. Hamma sohani baravar rivojlantirib, imkon boricha O'zbekistonning obro'sini oshirish. Tadbirkorlar ham xursand. O'zbekistonni obro'si oshgan sari biz bilan hamkorlik qilishni xohlayotganlar ham soni ko'payyapti. Ya'ni hamma soha bir-biriga bog'liq. Qaysi soha ko'tarilmasin, u boshqa sohalardagi O'zbekiston obro'sini ko'taradi. Shuning uchun mana bugungi bo'layotgan voqea ham O'zbekistonni yana bir bor butun dunyoda obro'sini ko'taradi.